Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ma'lumki Qur'oni Karimda muhkam oyatlar va mutashobih oyatlar borligi to'g'risida Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qilgan. Ali Imron surasida Alloh taolo marhamat qiladiki, "Ista'id billah huvallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab." Ya'ni sizga kitobni nozil qilgan u zot Alloh taolodir. Uni ba'zilari muhkam oyatlardir. Muhkam oyatlar degani hukm qilingan va undan boshqasi ehtimol qilinmaydiganini muhkam oyatlar deyiladi. Masalan, aqimus salata deyildimi, undan namoz tushuniladi. Atuz zakata deyildimi, undan demak zakot tushuniladi. Yoki sayd billah va atimus siyama ila layl deyildi, undan roza tushuniladi. Shunday ekan, bu oyatlar muhkam oyatlar hisoblanadi, boshqa narsa undan ehtimol qilinmaydi. Bu demak oyatda ham keltirilyapti, hunna ummul kitab. Ular kitobning aslidir. Muhkam oyatlar. Va uxaru mutashabihat va boshqalari bo'lsa mutashobih oyatlardir. Oyatda keltirilyaptiki, Estaiz billah fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati va ibtigha'a ta'wilihi. Ammo qalbida toyilish bo'lganlar, ya'ni haqdan toyilish bo'lganlar fitna istagan holatda, ta'vilini istagan holatda mutashobih oyatlarga ergashadilar. Ya'ni mutashobih oyatlarni asliga to'g'ridan to'g'ri ma'no berib bo'lmaydigan oyatlar bor. Bularni mutashobih oyatlar deyiladi. Ular bu yerda oyatda keltirilyaptiki, fitna istagan holatda va ta'vilni istagan holatda qalbida haqdan toyilish bo'lganlar mutashobih oyatlarga ergashadilar deyilyapti. Bugungi kunda o'sha haqdan toyilayotgan ba'zi toifalar odamlarga fitna istagan holatda turli o'sha mutashobih oyatlarni zohirini olgan holatda odamlarni fitnaga solishmoqda. Jumladan ulardan ba'zilari Alloh taologa jism isbot qilishmoqda. Ya'ni Alloh taoloning qo'li, oyog'i, yuzi, boldiri bor deb Xudo saqlasin, mana shunday buzuq e'tiqodga odamlarni chaqirishyapti. Va zohir Qur'oni Karim oyatlarida yadullohi fawqa aydihimni keltirgan holatda, ya'ni Alloh taoloning qo'li bor deyapti. Ulamolarimiz bu oyat bu yerdagi mutashobih oyat ekanligini keltiradilar. Shu bilan birgalikda Said billah va yabqa vajhu robbika, ya'ni vajh, bu yerda vajh agar zohir ma'no olinadigan bo'lsa 100 ma'nosini bildiradi. Endi bu ham mutashobih oyat bo'lganligi uchun unga 100 ma'no berilmaydi, chunki Alloh taologa jism isbot qilishlik to'g'ri bo'lmaydi. Chunki mutashobih oyatlarni barchasiga ulamolarimiz keltiradilarki, jumladan aqida ulamolarimiz Sirojiddin G'aznaviy o'zlarining Aqida tahoviga qilgan sharhlarida keltiradilarki, ya'ni Said billah laysa kamisihi shay'un va huwas samiul basir oyatdan kelib chiqqan holatda Alloh taolo biron narsa kabi emas, ya'ni biron narsaga o'xshash emas degan oyatdan kelib chiqqan holatda Alloh taolo biron narsaga o'xshamaydi yoki Alloh taolo biron narsaga tashbih berish mumkin emas. Chunki Fiqhul Akbarda Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytadilarki, la yashbahu shay'an min al-ashya'i min khalqihi. Ya'ni xalqidan bo'lgan biron narsaga Alloh taolo o'xshamaydi. Yoki va la yushbihuhu shay'un min khalqihi. Ya'ni xalqidan bo'lgan biron bir narsa Alloh taologa o'xshamaydi. Ya'ni mutashobih oyatlarni zohirini olib bo'lmasligiga dalil shundan iboratki, Jamol Faruqi Ashari bugungi kundagi al-Ashar shayxlaridan birisi quyidagi gapni aytadilar. Likulli mujassimin, ya'ni har bir mujassimga, ya'ni Alloh taologa jism isbot qiluvchini mujassim deydilar. Ya'ni idza awwalta hadhihi al-ayat, ya'ni bu oyatni agar sen ta'vil qilsang, ya'ni ista'id billah kulli shay'in halikun illa wajhahu, ya'ni har bir narsa halok bo'luvchi faqatgina Alloh taoloning vajhi boqiy qoluvchidir deb agar vajhni sen ta'vil qilsang, o'zingni mazhabingdan chiqqan bo'lasan dedi. Ya'ni vajh zohir ma'nosini oladigan bo'lsak, 100 degan ma'noni bildiradi. Agar dedi, ta'vil qilsang mazhabingdan chiqasan. Agar ta'vildan 100 o'girsang dedi, Alloh taoloning juzlar va ba'zilardan iborat deganing bo'ladi. Bilasanki bu e'tiqod kufr e'tiqoddir dedi. Ey mujassimlar, sizlar tamom bo'ldilaringiz. Endi masalaning yechimi shundan iboratki, sizlar mazhabingizdan chiqishligingiz va ahli sunnaga qaytishlaringizdir deydilar. Yana Faxriddin Roziy aytadilarki, al-mujassimu la ya'budulloha qattu. Ya'ni mujassim hech ham Alloh taologa ibodat qilmaydi. Fa innahu ya'budu fi vahmihi ma tasawwarahu min as-surati. Ya'ni mujassim hech ham Alloh taologa ibodat qilmaydi, o'zini o'y xayolida tasavvur qilgan suratdan bir suratga ibodat qiladi deydi. Shulardan kelib chiqqan holatda biz bu yerda ham
ahli sunna va jamoaga ergashishligimiz kerak bo'ladi. Mutashobih oyatlar borasida ahli sunna va jamoa ulamolari, jumladan salaf ulamolarimiz tafviz qilamiz deyshadi. Ya'ni bu oyatlarning ma'nosini Alloh taolaga topshiramiz, Alloh taolo uni ma'nosini biladi deyshadi va undan u yoqqa o'tmaymiz deyshadi. Xalaf ulamolarimiz bo'lsa, ta'vil qilamiz deydi. Yuqorida biz o'sha va yabqavashu robbika oyatini keltirgan holatda haqiqatda mutashobih oyatlarni zohiri olib bo'lmasligi oyatni o'zida ko'rinib turganligini misolini keltirdik. Ta'vil qilamiz deyshadi. Ya'ni ta'vil qilganda ham u ayni murod mana shu, haqiqatda mana shu deb aytilmaydi va o'sha ta'vil qilishlik mumkin deydi xalaf ulamolar. Zohir ahli zohirlar va bugungi kundagi o'sha mujassima aqidasida, mushabbiha aqidasida bo'lganlar zohirni olishadi. Qadimda hashaviylar degan toifa bo'lgan. Bular ham oyatni zohirini olib mujassimalik va mushabbihalik aqidasiga tushib qolishgan va shu orqali ular ahli sunna va jamoadan chiqishgan. Endi Sirojiddin G'aznaviy aqida tahoviga qilgan sharhlarda keltiradilarki, kimiki Alloh taoloni surat bilan, jismiyat bilan va arshda joy olishlik bilan vasflasa, bashar kabi, ya'ni insoniyat kabi Alloh taolo va bandasini o'rtasini tenglagan holatda, bunday qiladigan bo'lsa, Alloh taolo bilan bandasini o'rtasini tenglagan bo'ladi. Ya'ni surat bilan, jismiyat bilan va makon olishlik bilan. Fasaru bidalika, mana jumla keltiryapmiz. Fasaru bidalika min jumlatil mushrikin. Bu e'tiqodlar bilan ular mushriklar jumlasidan bo'lib qoladilar dedilar. Shuning uchun biz yana bir bor e'tiborni qaratishligimiz kerak va mutashobih oyatlariga biz kirishmasligimiz kerak va tafviz qilishligimiz kerak va zohirni olgan holatda Alloh taolaga jism isbot qiladigan bo'lsak, qanday yomon oqibatlarga olib borishligini biz aqida mana bu yuqoridagi misollardan ko'rib o'tdik. Shuning uchun yana biz ahli sunna va jamoa e'tiqodiga qaytishligimiz kerak bo'ladi va ahli sunna va jamoa bu masalada nima degan bo'lsa, o'shani ushlashligimiz kerak bo'ladi va turli fitnalarni tarqatayotgan bugungi kundagi targ'ibotchilarni da'vatlarga kirib qolmasligimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni o'zini hidoyatda sobit qadam qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.